Yuring mahkamaga. Qolgan gaplarni yo'qda gaplashamiz. Qani endi bilgan hamma narsangizni ayting, sizning gaplaringiz yozib olinadi. Biz bu shaharda ancha yillardan beri yashaymiz. Yosh edim. U uyda turadigan bir do'stim bor edi. U bilan har kuni uning uyida o'ynardik va bir kuni Uning onasi ishdan kech borishini aytib, onamga bolangiz meni uyimda o'g'lim bilan o'ynab tursin deb iltimos qildi. Vaqt ancha kech bo'lib qolgandi, televizor ko'rayotgan edik va shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Ana oyim keldi deb xonadan yugurib chiqib ketdi. Men televizor ko'rishni davom etdim. Shu payt tashqaridan shovqin eshitildi. Men tashqariga chiqdim. Leo zinadan yiqilib tushgan ekan. uning oldiga tushib, Leo deb rosa uyg'otishga harakat qildim. Lekin afsus, kech edi. Keyin orqamda qandaydir notanish narsa meni kuzatayotgandek tuyuldi. Lekin orqamga qarasam, hech kim yo'q edi. Men juda qo'rqib ketdim. Keyin yugurib uyimga qochib chiqib ketdim. Ko'rganlarimni hech kimga ayta olmadim. Bo'lmasa hamma meni jinniga chiqarardi. O'sha tunda Leoning onasi ishdan kech qolib uyga kelmagan ekan, lekin eshikning qo'ng'irog'ini kim chalganini hali hanuz sirligicha qoldi. Keyin ular bolasidan ayrilganiga chidolmay uydan ko'chib ketdi. Shundan so'ng bu uyda yuzlab odamlar kelib, ko'p yashamay yana ketadigan bo'lishdi. Nima sababdan ko'p yashashmaydi? U uyga ko'chib kelgan odamlarning aksariyati bir yil o'tmay yaqinlarini yo'qotishgan. Shu uyda. Ba'zilari esa ko'ziga har xil sharpalar, jinlar ko'ringani uchun ketib qolishgan. Lekin o'sha tunda onam bilan shuni guvohi bo'ldikki,